Uxlamasdan bu yerda nima qilib turibsiz? Shohruh aka. Nima? Men bilan nima ishing bor? Bu nima deganingiz? Nimaga jimsiz? Boyatdan beri oldingizga kelib sizga gapiryapman. Iltimos, tinch qo'y meni. Nima? Nimaga menga bunaqa gapiryapsiz? Qanaqa gapiring? Mendan nima xohlaysan, a? Bo'ldi qiling Shohruh aka. Yo'q. Iltimos, sen mana shu o'yinlaringni bo'ldi qilgin. Men nima qildim sizga? Samira, o'zingni xuddi meni sevadigandek tutishni bas qilgan. Nima deganingiz bu? Sizni sevishimni o'zingiz juda yaxshi bilasiz. Ha, bildim. Ko'rdim. Mana shu ko'zlarim bilan o'zim ko'rdim. Oying seni olib ketaman deganlardan keyin ich-ichimdan qayta birga bo'lamiz degan umid paydo bo'lgandi. Nima bo'lganini o'zingiz ko'rdingiz-ku. Meni hech qanaqasiga ketishga imkonim yo'q edi. Yo'q. Bor edi. Sen istasang hammasini mana shu la'natli uydan voz kechib ketgan bo'larding. Ketolmasdim. Men dadamni bu holatda qoldirib ketolmasdim axir. Nima, tog'am dadangni o'ldiradi deb o'ylaysanmi? O'ldira olmasdi. O'ldirmagani bilan ham dadamni g'ururi poymol bo'ldi bugun mana deb. Bunga qo'shilib bizni sevgimiz ham. Nima? Sen bizani ayriliqdan qutqaradigan, bizni baxtli qiladigan yakka-yagona imkondan voz kechding. Mendan voz kechding. Mana endi unaqa emas Shohruh aka. Hammasi tugadi. Rosta kamiga tugadi. Shohruh aka shoshmang. Shohruh aka.